Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Bugun biz darsimizda Design Power Factory dasturida elektr stansiyaning tizimdan ajralib qolishi, ya'ni islanding holatini va ushbu holatda fazalar farqi, ya'ni phase angle difference qanday o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ushbu tahlil nima uchun kerak? Bu tahlil generatorlarning barqaror ishlashi, sinxronizm saqlashi va xavfsiz qayta ulanish masalalarini baholashda juda muhim hisoblanadi. Hop. Birinchi ochiladi. Islanding nima o'zi? Islanding bu stansiyaning asosiy tarmoqdan ajralib qolgan holat. Bu odatda avariya, liniya uzilishi, transformator o'chishi yoki himoya ishlashi sababli yuz beradi. Keyin ajralgandan keyin stansiya alohida orol rejimida ishlaydi, ya'ni islanding holatiga tushib qoladi. Xo'p, bunday holatda generatsiya va yuklama orasidagi muvozanat buzilishi mumkin. Natijada chastota, kuchlanish va faza burchaklari tez o'zgaradi. Xo'p, agar faqat islanding bo'lsa, bunda qanday xavflar yuzaga kelishi mumkin? Xo'p, birinchi ochiladi, agar tizimdan generatorlar yoki qandaydir tizimning qismi buzilib qolsa, xo'p, chastota o'zgarib ketadi, kuchlanish o'zgaradi, generatorlar orasidagi sinxronlik buzilishi mumkin. Natijada qayta ulanish xavfli bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bunda phase angle, ya'ni e, phase angle, ya'ni kuchlanish yoki EUK vektorining burchak holati judayam muhim rol o'ynaydi. Bu ikki nuqta orasidagi farq, ya'ni kuchlanish farqi. Aynan shu farq sinxronlash va barqarorlikda muhim rol o'ynaydi. Oddiy qilib tushuntirsam, agar ikki tugun orasidagi phase angle farqi kichik bo'lsa, ular bir-biriga yaqin sinxron holatda ishlagan bo'ladi. Agar farq keskin oshib ketsa, bu tizim barqaror yomonlashishini bildiradi. Xo'p, islanding holatida phase angle difference, ya'ni burchak farqini kuzatishdan maqsad ajralishdan keyin stansiya bilan asosiy tizim orasidagi elektr holat qanchalik tez bir-biridan uzoqlashayotganligini baholashdir. Agar faza burchaklari orasidagi farq tez va katta miqdorda ortsa, bu qayta sinxronlash murakkablashishini va tizim barqarorligini buzilishini ko'rsatadi. Xo'p, endi bunda mana bu Dixaintda tayyor example modelni olganman. Bu elektr tizimini kichik bir SLD'si, ya'ni bir chiziqli sxemasi. Mana bu o'sha nimani SLDni umumiy elektr tarmog'ini geografik jihatdan bir-biriga bog'langanligi. Hop, mana bunisi esa soddalashtirilgan ko'rinishi. Mana bu birinchi gridni soddalashtirilgan ko'rinishi mana shundan iborat. Hop, birinchi dastlabki holatda biz hech qanaqa kes ko'rmaymiz. Normal holatda stansiyalarni qanday ishlayotganini ko'ramiz. Mana bunda bizda aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa shuki, mana bu yo'lda mana bu liniya remontda tasavvur qilamiz. Mana bu liniyada korotkий zamykание, short circuit, qisqa tutashuv sodir bo'ladi va asosiy himoyadan o'chadi. Shunda bu qism bizda islanding holatiga tushib qoladi va islanding holatidagi generatorlar bilan ushbu butun tizimni, bungacha bo'lgan butun tizimni holati qanday ishlaydi bir-biriga nisbatan, shuni tahlil qilib ko'ramiz. Hop, dastlabki holatda 10 sekund ko'ramiz. Hech qanaqa kes yo'q, normal holatda ishlayapti. Hech narsa bo'lmagan. Mana
Mana bu generatorimiz SE01 Island Grid Island generator. Mana bunisi esa griddagi generator. Mana bu esa bu ham griddagi generator. Mana bu bizda ajralib qolayotgan tizimdagi generatorimiz, ya'ni mana bu qismdagi generatorlar hisoblanadi. Va bu qismdagi generatorlar grid generatorlar deb nomlab oldim. Mana bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi. Grid generator, hop, mana bu yerda ham grid generator, mana bu ham grid generator, hop, mana bunda ham grid generator. Islandingda qoladigan generatorlar Island generator qilib nom qo'ya oldim. Hop, mana ko'rib turganingizdek, kuchlanishi ham normal. Har bitta shinada chastota ham 50 Gz. Hop, generatorlarimiz reaktiv quvvati ham bir xil generatsiya qilmoqda. Hop, mana bunda esa o'sha mana bu shinalardagi chastota va mana bu uchta shinadagi voltage angel, ya'ni kuchlanish burchagini ko'rishimiz mumkin. Hop, yana bu yerda men asosiy shinalar sifatida buni olganman. Mana bu shinani olganman. Hop, bu shinani olganman. Mana bu shinani olganman. Ya'ni o'sha parametrlarni ko'rish uchun. Mana shu 4 ta shinadan foydalanganman. Hop, endi tasavvur qilamiz. Mana umumiy holatda mana bu yerda mana bitta ikkita liniyam bor. Bittasi qora. Mana bunisi qora. Mana bunisi kulrang. Kulrangi o'chgan. Ya'ni remont holatda mana remont holatda qoradagi ishlab turibdi. Mana shu normal holatda bizda bu yerda generatsiya va yuklamalarimiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, ushbu qismda, ya'ni source is qismimizda bizda yuklamaga nisbatan generatsiyamiz past bo'lgani sababli griddan 97 megavat aktiv quvvat kirib kelmoqda. Endi hop, agar mana bu liniya remontda turibdi, bu liniya avariyaviy o'chsa, bizda bilamizki, quvvat bu yoqda ko'p bo'lgani uchun bu yoqqa kirib kelyapti. Va agar bu o'chadigan bo'lsa, mana bu grid qismimizda quvvat ko'p va ortiqcha quvvat bu yoqqa kirib kelgani sababi bu liniya o'chgandan keyin bu yoqdagi ortiqcha quvvat bo'lganligi sababli ushbu shinalarimizda chastotani oshishini ko'rishimiz mumkin. Va mana bu qismimizda bizda yuklamalarga nisbatan generatorlarni aktiv quvvat past bo'lganligi sababli agar bu liniya o'chsa, mana bu shinamizda umuman olganda islanding holatda ishlayotgan tizimimizda chastota tushib ketishi kerak. Shuni hozir designda ko'ramiz. Hop, mana hop, bu yerda mana hop, men event kiritib qo'yganman liniyaga. 3 fazali hisob tashuv liniyani o'rtasida 1 sekundda sodir bo'ladi va oradan 100 millisekund o'tgandan keyin liniya asosiy himoyadan o'chadi. Mana liniyamiz asosiy himoyadan o'chdi. Ikki tarafdan uzildi. Hop, endi bu holatda grafiklarni tahlil qilamiz. Hop, birinchi mana bu map bo'yicha ham ko'rsataylik sizlarga qanday bo'lishini. Hozir bir daqiqa. Mana map bo'yicha ko'rsatganimizda ko'rdinglar, mana qizil rangda uzilgan liniya bir tarafdan, ikkinchi tarafdan ham uzilgan. Ya'ni asosiy himoya bu liniyani o'chirib qo'yadi va tizimda mana bu qism отдельный, ya'ni alohida ishlamoqda. Mana bu qism esa alohida ishlamoqda. Ya'ni mana bu qism islanding holatiga o'tib qoldi bizda. Mana bu agar mana bu qismni umumiy grid deb, ya'ni elektr sistemasi deb oladigan bo'lsak, mana bunda ham ko'rishingiz mumkin liniya o'chgan.
va mana bu qism alohida bo'lib qoldi. Hop, endi grafiklar bo'yicha tahlil qilamiz. Hop, mana bu qismdagi shinamiz mana. Bizda mana bu Cook Islanding, ya'ni alohida bo'lib qolgan qismimizdagi shina mana bu. Mana bu qism mana Island. Hop, Islandda mana quvvat yetmayotgani, umumiy griddan aktiv quvvat kirib kelayotganligi sababli u liniya o'chyapti. Tizimda korotkий zamykание bo'lganligi sababli qisqa tutashuv va natijada Islandning holatida yetarlicha generatsiya bo'lmaganligi uchun kasota tushib ketyapti. Yuqoridagi gridda bizda aktiv quvvat kirib kelayotgani, ya'ni ortiqcha quvvat va o'sha ortiqcha quvvat endi liniya uzilganligi sababli boshqa joyga yo'nalmaganligi uchun tizimda chastotani ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda generatorlarning aktiv quvvatlarini ko'ramiz. Hop, bundan tashqari chastotalarni ham ko'rishimiz mumkin. Hop, endi tizimda belgilangan 3 ta asosiy shinamdagi kuchlanish o'zgarishi, bu kuchlanishda o'zini o'zgarishi va mana bu qismda esa bu jarayonga generatorning reaktiv quvvat ishlab chiqarishni o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu qismda endi ko'ramiz. Hop, mana bu qismda boyagi chastotamiz, mana bu grafik chastotani bu yoqqa o'tkazib olganman va endi mana bundagi voltage angle difference, ya'ni burchak o'zgarishining farqi. Hop, mana buni dastlab mana bu Islandingdagi shinani o'chirib qo'yaman va qolgan generator, qolgan ikkita shinadagi burchaklar va 3 ta shinadagi burchaklarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda mana bu qismda bu ikkita shinamiz grid tomondagi shina. Mana ko'rasizlar, burchak juda ham katta farq qilgan yo'q. Mana bu yerda qizilimiz 24-66 burchak, hop, yashilimiz 25-15 gradus burchagini ko'rsatmoqda. Endi bu ushbu grid tomondagi shinamiz. Mana bu qismdagi shinamiz. Hop, endi mana bu shinani ko'radigan bo'lsak, endi mana bu curve plotga qo'shadigan bo'lsak, buni o'sha tizimda qisqa tutashuv bo'lgandan keyin burchak birdaniga o'zgarib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Hop, endi bu yerda yana aytishim kerak bo'lgan narsalar bor. Hop, birinchisi voltage angle difference, ya'ni delta burchakni qayta ulash uchun farqi qanday bo'lishi kerak. Agar burchak 0 va 10 gradus atrofida farq qiladigan bo'lsa, shinalardagi kuchlanish burchagi bir-biridan farq qiladigan bo'lsa, 10 gradusgacha bo'lsa qayta ulash mumkin bemalol. 10 va 20 gradus burchak orasida farq qiladigan bo'lsa, bu biroz tavakkalroq, lekin ruxsat berilishi mumkin. 20 gradusdan katta bo'lib ketadigan bo'lsa, bu burchak ostida yana sinxron holatga ulash tavsiya etilmaydi. Mana shu holat tizimda aylanning holati, ya'ni tizimdan ajralib qolish holati deyiladi. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizda yana qanaqadir savollar yoki qanaqadir fikrlar va mulohazalar bo'lsa, video ostida fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.